Yordam bering. Yordam ko'taring. Mana o'sha kaltaklangan bolalarni bittasi o'sha aytganimdek Hasanjon, bildim bu oila haqida, bu hamma mag'zaba to'kayotgandek bir tarbiyasiz nima oila ham emas. Qani Hasanjon, boshing aylanyaptimi bola? Boshi aylanib juda ham. Qani bir qadam qani. Mana xolasi, onasi, mana oyog'ini mana qaltirashni ko'ryapsizmi? Bu ataylab qilinmayapti. Agar vrach bo'lmasam, men buni aytmasdim. Men o'zim shifokor bo'lganim uchun keldim. Mana bolani holatini ko'rib turibsizlar. Yana bitta qadam tashlang o'g'lim. Qani? Necha kundan beri yotyapsizlar? Bo'ldi. Mayli, yotqizing. Yotqizing. 19-maydan beri birinchi sonlik, Yunusoboddagi birinchi sonlik bolalar shifoxonasida yotibdi. Mana onasi aytayaptilar, birinchi kun reanimatsionga tushgan. Ularni shu darajagacha kaltaklash, bu pedagogik mahorat bo'lsa, bu pedagogik majburiyat bo'lsa, undan ko'ra bolalarimizni maktablardan olamiz. Va yoki shu o'qituvchini haqiqiy javobgarlikka tortasizlar, yoki men shaxsan Muazzam Ibrohimova 6 ta farzandni onasi, oliy ma'lumotli shifokor hamda jamoatchilik taniydigan shaxs sifatida bu masalani shunday qo'ymayman. Bir narsadan juda qattiq afsuslandimki, mana bu bola haqida o'sha Amirxon bilan Aribat Grigoryan ko'rsatuv o'qigan, yana bir ikkita o'sha internet nashrlari ham yozib chiqishdi bu voqea haqida, lekin ularning hammasi o'chirildi. Agar direktor ham meni eshitishini juda xohlardim. Meni vatandoshim, Farg'onalik ekansiz. Agar siz bitta o'zingiz ish o'rningiz uchun va maktabingizni obro'sini to'kmasligingiz uchun bitta bolani qurbon qiladigan bo'lsangiz, siz pedagog emassiz. Gapim yo'q. Boricha siqing. Bolada umumiy quvvat yo'q. Aslida bu vazndagi, bu bo'y bilan, bu suyak bilan baquvvat bola, lekin bu holatda mana ko'ryapsiz. Aslida ham mushaklarda ham quvvat yo'q. Kim xabar oldi? Kim kelyapti xabar olgani? Kim yordam beryapti? Hech kim kelgani yo'q. Hech kim xabar olgani yo'q. Birinchi reanimatsionga tushgan kunimiz